metan propan o'rnatamiz aksiya narxlarda. Bizda navbatdagi mashinamiz Shinarey mashinasi. Hozirgi paytda ko'p chiqayotgan mashinalardan biri Shinarey T30 mashinasi, qo'sh balonli. Bu mashinamizga ikkita 100 talik balon qo'yib berdik. Ikki tomoniga qizig'i tepasini teshmasdan chiroyli qilib joylab berganmiz. 100 talik bu tomoniga bemalol tushadi. Bakini perdelka qilib baki kichraytiriladi. 10 cm joyiga kesib tashlab, kichraytirilib orqaga ustanka qilinadi. Bakni joyiga yana bitta 100 talik balon qo'yib berganmiz. Oldi qismiga 4-bakinini joylab berganmiz original jihozlarda. Akkuratni qilib ustanka qilib berganmiz. Kimga mana shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu videoni Shinarey bor tanishingizga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.